Stalin Mao ittifoqi Ahmadjonning o'limidan keyingi cho'ng ishg'oliyat yo'riqqa chiqdi. Ataqliq Uyg'ur tarixshunosi, tarix fanlari doktori Nabijon Tursunning qalamiga mansub Stalin Mao ittifoqi Ahmadjonning o'limidan keyingi cho'ng ishg'oliyat siz bilan yuz ko'rishdi. Uyg'ur xalqining ko'p asrlik tarixidagi yangi burilish, ya'ni 1949-yili 8-oydagi Ahmadjon Qosimiy qatorliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti rahbarlarining sirliq o'limidan keyin Uyg'urlar eli qandoq bo'lib kommunist Xitoy ishg'oliyatiga tushib qoldi? Bu Xitoy da'vatqandek tinchlik bilan ozod qilishmi? Sharqiy Turkiston inqilobiy rahbarlariga nimalar bo'ldi? 1944-yili 12-noyabrdan buyon 5 yil ko'tarilgan Oy yulduzliq davlat bayrog'i va oxirgi Uyg'ur Cumhuriyeti qandoq yo'qotilib, Xitoy kommunist qo'shinlarining oyoqlari Sharqiy Turkistonning hamma joylariga qandoq yetib keldi? Bu zo'r tragediya va ishg'oliyatning orqasi va ko'langisidagi Stalin va Mao'ning manfaatlari qandoq birlashdi? İnsaniyetning eng mashhur siyosiy jallotlaridan Stalin Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qandoqsiga qurbon qilib etdi. Sovet va Xitoy kommunistlari o'z va'dalaridan qandoq yondi? Qallingizdagi mana shundoq yuzlagan yeshilmagan savollarni Stalin Mao ittifoqi Ahmadjonning o'limidan keyingi cho'ng ishg'oliyat nomli maxfiy sovet arxiv hujjatlari, Amerika, Tayvan arxivlari va Uyg'urlarning o'z manbalari qatorliq dunyoda chiqqan barliq asarlardan foydalanib yozilgan Xitoy ishg'oliyati haqidagi dunyodagi yagona 760 betlik cho'ng hajmlik bu kitob qanoatlantirdi. Bu asar Amerikadagi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining uzun yillik oliy muharriri, jurnalist, adib 1995-2000 yillarda Uyg'ur o'qirmanlarida zilzila paydo qilgan mashhur asar Moskva xiyollarining avtori bir umr hayotini xalqimizning tarixiy tadqiqotiga bag'ishlayotgan tarix fanlari doktori Nabijon Tursunning Uyg'urlarning qadimdan hozirgacha bo'lgan ko'p asrlik shonliq tarixiy musofirlarini, shonliq davlatchilik to'hpalarini, shuningdek İçinişlik siyasi facialarini en mükemmel ve to'liq yo'ritib berdigan 1990-yili Moskvadan başlap Washingtonda tamamlagan 30 necha yillik ilmiy tadqiqot mevasi 13 tomliq Uyg'ur umumiy tarixining 11-tomidir. Uyg'ur umumiy tarixining nashr qilingan 7, 8, 9, 10, 12 tomlari 1944-1949 yillardagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti tarixi va Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti davlatchilik tuzilmalariga bag'ishlangan. Uyg'ur bo'lish sifatingiz bilan o'zingizning tarixini o'zingizning nopozliq tarixshunosidan bilish davri keldi. Uyg'urlarning tarixini boshqalar yezib berdigan davr endi tugidi. Bu shahoniy kitobni ko'rishga va kitob ishkavingizga tizishga oldirang.